Mana Gentra avtomobiliga shtatniy magnitofon ulayapmiz. Radno magnitofonni shtatniy deyiladi. Shtatniy magnitola deyiladi. Shu shtatniy magnitofon ulayapmiz. Unda ikkita ko'taga suqiladigan ikkita shtekeri bo'ladi. Bittasi 14 talik bo'ladi, bittasi 16 talik bo'ladi. Shu simlarni ulanishlarini aytib o'tamiz. Mana shtekilari. Mana 14 taligi monosi bo'ladi birinchisi. Pitaniyasi bor mana shu asosiy. Mana pitaniya degan pastdan to'ki bor deganim. Plus minus mana shunda. 16 talik shtekeri, mana 2 talik shtekeri bo'ladi. Mana. Endi bularning ulanishlarini aytib o'tamiz. Mana. Birinchisi mana 14 talik shtekerimizda mana 1 dan 7 gacha, 8 dan 14 gacha mana. Endi mana birinchisini aytib o'tamiz mana. Mana shu oranjiy sariqmi, xullas mana shu pastdan to'k pitana deyiladi ruschasiga, batareyka ham deb qo'yishadi. Mana shuni pastdan to'k qilamiz. Ya'ni birinchi oyog'ini pastdan to'k. 8-oyog'ini mana bunisi pastdan massa minus 8 mana yozib qo'ygan 8 qilib mana 1. Birinchisi mana shu rangi mana alohida joy qilib qo'ygan. Mana shu pastdan to'k, bunisi massa 8. Endi ikkinchisi chap tomon oldi magnitofonni mana shu ikkovi chap tomon oldi kalonkaniki 2 bilan 9-teshikda. 2-teshikdagi plusi 9-teshikdagi minusi oldi chap tomon oldi eshikdagi kalonkaning simi. Mana chap tomonniki mana shu 2 bilan 9 dedimmi? 9-teshikdagi minusi kalonkani 2-teshikdagi plusi. Endi oldi chap tomon aytib bo'ldim. Endi ikkinchi kalonka o'ng tomon oldiniki. Bu ham mana shu tepadagi 3-teshikdagisi. 3-teshikdagimiz nimaniki? Oldi o'ng tomon plusi, 10-teshikdagimiz chap o'ng tomon minusi. Bitta kalonka ikkovi ham o'ng tomon oldi, chap tomon oldi buni. Mana shu 2 bilan 9 chap tomon oldi bo'lsa, 3 bilan 10 o'ng tomon oldi. Tepa tomondagi mana shu 3-chisi 14 talik shtekirimiz, 14 taligimizda mana shu 3-teshikdagisi plusi bitta kalonkani 10-teshikdagi minusi bitta kalonka, lekin plus minusini aytib qo'yapman xolos. Mana shu o'ng tomon oldi, bu chap tomon oldi. Bu o'ng tomon oldi, bu chap tomon oldi, eshikdagi kalonkalar simi mana. Bo'ldi. Shu bilan endi mana bu yerda yoniladi, teshiklarda yo'q. Oltin teshigimiz mana ko'k rangda turibdi. Oltin teshigimizda bu antenani simi. Antenani chiqish simi xullas. Usilitilgan ulab qo'ysalar, bular ko'proq mana shu antenaga plus minusni chiqaradi xullas. Plus chiqaradi adashmasam. Plus pastroq to'k chiqaradi. Mana shu antenaga ketish. Endi antenani simi subwoofer qo'yganda ko'proq mashinaga ulab qo'yishadi. Boshqa magnitofonlarda ham mana shu antena chiqish. 6-teshigimizda 14 talik shtekirimiz, 6-teshigimiz antenaga chiqishi bo'ladi. 7 bo'ldi. Bu ikkovini to'shni hozir nomi nima bo'lganini esimga kelmayapti hozir. Keyin aytamiz. Bu simlarni aytib bo'ldik mana qaranglar. Pastdan to'k, pastdan minus 14 talik shtekirimizni chap tomon oldi kalonka, o'ng tomon oldi kalonka, eshikdagi bu antenani simi bo'ldi. Endi raqamlari mana 1 pastdan to'k, 8 pastdan minus, 2 kalonkani oldini plusi i 9 minusi. Bitta kalonka mana shu kalonka plus minusdan tepa plus, 2 teshikdagi 9-teshik pastdagi minusi. Oldi chap tomondagi bitta kalonkani simi mana shu. Mana o'ng tomon shu. 3-teshigimizdagi va 10-teshigimizdagi mana shu ikkovi nimani simi? O'ng tomon oldi kalonkani simi. Tepadagi plusi bu ham 3-teshik, 10-oyoqdagi minusi. Bitta kalonkani mana shu plus minus simi, bitta kalonkani o'ng tomon kalonka eshikdagi simi, chap tomonniki buni 6-teshigimizdagi antena simi bo'ldi. Shu bilan tugadi buni eshik. Buni teshikdagisi. Endi
ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi mana. Ikkinchisi 16 talik bo'ladi. Teshigi 16 talik bo'ladi. 16-raqam qilib qo'ygan. Endi bunda mana aytib o'taman. Beshinchi bilan 13-oyog'i. 5 bilan 13-oyog'i chap tomon orqa hisoblanadi. Kalonka eshikdagi mana 13 bilan 5 dedimmi? Mana shu 5 chap tomon orqa kalonkaning eshikdagi simi. Buni 14 bilan 6-teshigimizdagi o'ng tomon orqa hisoblanadi. Zatni eshikdagi. Ular manosi ikkovi 13-oyog'imiz bilan 5-oyog'imizdagi chap tomon orqa kalonka eshikdagi bo'lsa, 14-oyoq bilan 6-teshigimizdagi o'ng tomon orqa kalonka eshikdagisi bular hisoblanadi. Tepa past xullas. Bunda ham tepa past mana. Mana shu mana 13 bilan 5 dedim, 14 bilan 6 dedim. Endi bunda plus minusni aytib o'taman. 5-oyog'imiz tepadagisi plus hisoblanadi, 13-oyoqda minus hisoblanadi. Kalonkali plus minus adashib qolsa yaxshi chiqarmay qoladi. Ashuni hisoblar bu tomonda ham aytib o'tib, ikkinchiligini aytyapman mana. Bu tepadagisi plus, pastdagisi minus hisoblanadi. Bunda ham shu. Tepadagisi o'ng tomon orqa zatni bo'lsa plus hisoblanadi, bu pastdagisi minus hisoblanadi 14-oyoqdagisi. Bu. Keyingisi mana aytib o'taman. Undan keyingisi mana 6 bilan 7 bilan 15. 7 bilan 15-oyog'imizda 16 talik tekirimizni 7 bilan 15-oyog'imizda esa 7-oyog'imizda ikkovi ham tepa past mikrofondagi bo'ladi. Tepada bo'ladi ko'proq. Uni plafonni yonida bo'ladi mikrofon jentralarda. Shuni plus minus mikrofonda ikkita sim bo'ladi. Plus minus sim mana shu ulab qo'ysanglar, mikrofonda gapirsanglar, mikrofonda bunisi ulab olsanglar ham eshitilaveradi, chiqmaydi. Xullas mana shu tepa tomondagi ko'ki mana shu nechada 7-oyog'imizdagi minusi, 15-oyog'da plusi mikrofonni simi. 15-oyog'dagi plusi, 7-oyog'dagi minusi. Ikkovi plus minus, ikkovi ham mikrofonga ketish plus minus sum. Plafonni yonida bo'ladi tepadagi. Bo'ldi shun bilan ishda ekanimizda mana 16-oyog'dagi bitta simi qoldi. Bu yarim zamok hisoblanadi mana. 16-oyog'imiz oxirida 16-oyog'ida teshikda, pastdagisi tepada hech narsa yo'q. Mana pastdagisida yarim zamok kalatosa to'k deyiladi. Yarim zamok aksessuar asosida yozib qo'yadi mashinasi. 16-oyog'dagi kalatosa to'k yarim zamok hisoblanadi. Gentra avtomobil simlari shun bilan adoyi tamom bo'ladi ulanishi. Shun bilan bo'ldi ulanishlari, shun bilan tugaydi. Mana tushunib olgan bo'lsanglar bo'ldi. Shunda ulaverasizlar hammasini. Keyin yana bitta narsasi qoldi, ikkovini ham. Ikkovida ham bunda ham 12-chisi, bunda ham 12-chisi oyog'i. Rolda knopka bo'ladi. Radnoy maytahunda rollarda, biraklarda yiliga qarab knopkacha chiqqan maytada. Mana yerda knopka boshqaradi, ovoz ko'tarib, boshqaga olishlar. Shunda qanday ulanishini ham aytib o'taman. Unda mana shu knopkada shteka suqadigan yerda ikkita chekasida 4 talik bo'lishi ham mumkin. Ikkita chekasida ulasizlar. Ikkovi chekasida shtekerda roldan chiqadigan knopkani ikkita shtekerini ulab turib, mashina ikkovi shtekerda ham 12-oyog'isiga bittadan sim chiqmagan bo'lsa, ichiga sim qistirib yurib chiqarib qo'yasizlar. Bittasini olib kelib turib, ikkovini ham 12-oyog'iga unaqasi qizig'i yo'q, ulab qo'yasizlar. Bittasi mashinadan minus chiqaradi, bittasi ovoz ko'tarib tushirishga minus kiradi. Knopka buni maytahonda o'zidan minus chiqadi, bu knopkaga keladi, keyin knopka orqali rezistorlar orqali pastlab turib, ikkinchi 12-oyog'iga boshqalar ovoz ko'tarib tushirsa bo'laveradi. Ikkita simi mana shu shtatniy maytahonda simini shunday ulab qo'yasizlar. Knopkani qanday ulashni bilinman deganlarga shunday ulasizlar. Mana bu yerda radno birak rollarda yiliga qarab chiqqan jentra ovoz ko'tarib boshqaga olish. Uni hech qanaqa muammosi yo'q. Shelef orqali o'tkazasizlar. Ana shu ikkovi simini ikkovi chekasida ikkita shteka 4 ta til bo'lsa, ikkovi chekasida ulasizlar. Agar ikkita bo'lsa, ikkovi chekasida ulab qo'yasizlar. Bo'ldi, ikkovi cheka tomondagisini ulab turib, ikkovi simini olib kelasizlar. Bittasini bu shtekerimiz 12-oyog'iga, ikkinchisi bu 12-oyog'iga yozib qo'ygan 12-teshik deb past tomonda mana bunda ham 12-teshikka olib kelib qo'yasizlar. Shu bilan rolni maytahonni ovozlari ko'tarib tushiraveradi.
Shu bilan radno hech qanaqa ustanovka bir narsa qilish shart emas. Radno maydaxonlarni knopkasini shu bilan ishlayveradi. Boshqa maydaxonlarga qilsangiz keyin moslaysiz. Lekin bu maydaxonda o'zidan ulaveringlar desa, shunday knopkani, shunday 12-oyog'iga bittasini, simingiz 2 o'sha knopkada bittasini 12-oyoq bunisiga, ikkinchisi bunisiga ulab qo'ysizlar, shu bilan ishlayveradi, ovoz ko'tarib tushiraveradi. Agar tushirib chiqarmasa, naborot ulaysiz. Ikkovi ham lekin 12-oyoq gap qo'ysizlar, bo'ldi, ishlayveradi. Shu bilan ovoz ko'tarib tushirib ishlayveradi. Hech qanaqa moslash shart emas. Faqat shlef orqali o'tadi. Shu yerga chikmasanglar bo'ldi.